Rossiyadagi yana bir dam olish kunimiz boshlandi. Erim dam olish kunlarini bolalarim bilan intizorlik bilan kutamiz. Chunki 10 kun, ba'zi payt 15 kunda ham dam oladilar. Uyimizga yaqindagi Targov sentrga obeddan keyin bolalarimizni aylantirishga olib chiqdik. Bolalar shu yoqda kelishni yaxshi ko'rishadi, mazza qilib o'ynashadi. Bolalarga qo'shilib o'zimiz ham mazza qilib er-xotin dam olamiz. Bu yerda kelsak, bolalarga qo'shilib biz ham bo'lamiz. Xullas 2 soat bolalar mazza qilib o'ynashdi. Arada mayda o'g'lim injiqlik ham qilib yig'lab ham oldi. O'ynab qo'rinlar ham och qoldi bolalarni. Targov sentrni ovqatlanadigan joyga bordik. Pizza, burger olib, hammamiz o'tirib mazza qilib oilaviy ovqatlanib oldik. U yerdan chiqdik. Keyin bolalar kokteyl deyishdi. Shu bilan bitta kokteyl ichib, Ostanskoga avtobusimizni kutishga bordik. 10 minutga avtobusimiz ham keldi. Avtobusimizga minib, uyimizga ham ketdik. Shu bilan dam olish kunimiz tugadi. Videoni ko'rib ketkazgan vaqtingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.